Qaytganingiz bilan ustalayt. Qaytishingizni intiqlik bilan kutdik. Sizni ko'rganimdan juda xursandman, xo'jayin. Hammangizga rahmat. Ishlaringiz qalay? Sarguzashtchi operatsiyasi yaxshi ketyaptimi? Hammasi yaxshi. Bu yaxshi o'zgarish bo'ldi va men hatto bir qancha do'stlar orttirdim. Men dunyoni ba'zi yaxshi tomonlarini ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Buni eshitganimdan xursandman. Xo'sh, qasos operatsiyasida yangiliklar qanday? Biz juda yaqinmiz, yana birozgina va hammasi joyida bo'ladi. Doim senga ishonaman, Elli. Menga qaytib kelishga hojat ham yo'q edi. Meni uyaltiryapsiz. Yaxshi so'zlar uchun minnatdorman. Yaxshi, shunday davom et. O'zingga kerak bo'lgan har qanday jihozlardan bemalol foydalanaver. Xo'p bo'ladi, muborak zot. Mey, sen esa tubsizlikdagi narsalarni boshqarishda davom et. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Aoyuki, qadimiy o'rmon bo'yicha skautni davom ettirishing kerak. Xo'jayin, menchi. Afsuski, puxta rejalar haqida gap ketganda Nazuna yomon. Xo'sh, Nazuna, men yo'qligimda hamma narsani xavfsiz saqlashing kerak, xo'pmi? O'ta kuchli yovuz odam qachon paydo bo'lishini hech kim bilmaydi. Xo'p bo'ladi, men shu yerda ekanman, hech kim jarohat olmaydi. Bunga rostdan ham mamnunmisan? Baribir tayyorgarlikni tugatmaguningcha asosiy ishimni qila olmayman, shuning uchun tezroq bo'l. Menga aytishing shart emas, pakana. Men hamma narsani tez va mukammal joyiga qo'yaman, chunki muborak zot bunga mutlaqo loyiq. Men buni kutyapman. Men albatta Sashani yuzidagi ayanchli nigohdan zavqlanaman. Katta kun tez orada keladi.